Mana tutunni ko'rasizlarmi? Hayt mana zo'r tutun chiqyapti. Oldi tarafdan menda tortmayapti, boshqacha yo'limi degan akalarga So'g'ay tuman qilishi yo'li. Kelinglar, o'zingizlarga mos bo'lgan knopkani tanlaysizlar, o'zingizlarning vkusingizga qarab turib. Misol biz Lacoste'ni tanladik. 1,5 minutdan qizib olish uchun kutishimiz kerak. 1,5 minutdan keyin tutun chiqishni boshlaydi. Mendan oldindan tortmaydi deganlarga savoliga qaytadigan bo'lsak, mana shunday qilib oynadan olib kelib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun ko'rib turibsizlar, даже rulga ham qistirib qo'yganmiz. Oynadan olib kirib, rulga ham qistirib qo'yganmiz. Ortiqcha harakat kerak yo'q, ortiqcha ish kerak yo'q bu yerda. Prosta kelinglar, pulni tiqdinglar, knopkani bossanglar, yo oldindan berdinglar, yo oynadan tiqib ishlanganini qo'yib qo'ydinglar bo'ldi. Ko'rib turganinglardek 3 soniya vaqtimiz qoldi. Demak, bizda bu yoqdan tutun chiqishni boshlaydi. Mana tutunni ko'rasizlarmi? Hayt mana zo'r tutun chiqyapti. Mana bu yoqda mana 5 sekund, 4 sekund qoldi. Даже mana puli tugadi, shunda ham mana chiqib turibdi. So'g'ay tumanimizdan kelinglar, foydalaninglar.